Men sizlarga bitta eksperiment ko'rsatay. Mana bu nima? Bu oddiy to'p. Qaranglar. Mana olamizda shundaklari yana bir marta. Mana bu balandlikka ko'tarildi. Nimaga? Chunki urildi. Biz ham hayotda agar urilmasak, yiqilmasak turolmaymiz. Ko'pchilik mana shu yiqilganda shu joyda shu holatda qolib ketadi. Bor odamlar mana shu bunga turtki bo'ladi. Turtki bo'ladida shu daraja odam harakat qilishni boshlaydi. Rivojlanishning 3 ta usuli bor. Muvaffaqiyatga erishishni. Men tushuntirganman shu darslarimda. Birinchisi tirsaklar usuli. Avtobusda, metroda mana odam ko'p bor joyda, stadionlarda odam ko'p. Siz qanaqa yurasiz? Harakat qilasiz, to'g'rimi? Harakat qilasizda tirsaklar bilan harakat qilasiz eshikning oldiga chiqishga yoki oldiga yurishga. Mana bu birinchi usul. Shuning uchun men har doim tavsiya qilaman. Hozir o'zingizlarga to'langlar. 10%, 15%, 20%. Moliyaviy yostiq yaratinglar. Mustaqillikka erishishga harakat qilinglar. O'shandagina siz ertaga birovning qo'liga qarab qolmaysiz. Pullaringlarni to'g'ri sarmoya qilishni o'rganinglar. Agar hozir sizning pulingiz bo'lmasa, lekin fikrlashingiz to'g'ri bo'lsa, moliyaviy fikrlashingiz to'g'rilagan bo'lsangiz, albatta siz pul topa olasiz. Men har doim aytaman, hozir puli bor odam, lekin bilimi yo'q, fikrlashi noto'g'ri bo'lsa, ertaga bu odam pulni yo'qotadi. Va aksincha, fikrlashi to'g'ri bo'lgan odam, to'g'ri harakat qilgan odam, hozir puli bo'lmasa, ertaga shu pullarga ega bo'ladi. Nima qilish kerak? Mana hozirgi yoshlar bu haqida o'ylamaydi. Men sizlarga tavsiya qilaman. Birinchi navbatda ishinglarni yaxshi ko'ringlar. Yaxshi ish ko'rgan ishing bilan shug'ullaninglar. Mazza qilinglar, rohatlaninglar va pul topishga harakat qilinglar. Mana shu yaxshi ko'rgan ishinglar orqali. Undan keyin pulinglarni sarmoya qilishni o'rganinglar. Pulni albatta mana 10%, 20% pulinglar yig'ib moliyaviy mustaqillikka erishishga harakat qilinglar. Bajarganinglardan keyin adashasizmi, qoqilasizmi, noto'g'rimi, lekin bajarganingizdan keyin bu odam ko'radida, sizga ko'proq topshiriq beradi. Shunday qilib ko'tarilasiz. Mana shu pog'onada. Mana bu eng asosiy qoidalardan biri. Ortiqcha metr qadami deyiladi. Qo'rqmanglar, ortiqcha harakat qilishga, ko'proq harakat qilishga, ko'proq berishga, majburiyatlarni bo'yninglarga olinglar. Yana ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar va bizning kompaniyamizda qanday hamma narsa tashkil qilingan haqida bilmoqchi bo'lsanglar, biznes ekskursiyaga yoziling. Kommentariyada plyus deb yozing, biz siz bilan albatta bog'lanamiz.